Cobblestone'imiz buni gubkasini almashtiramiz. Qanday almashtiriladi? Hammasini bitta-bitta ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, mana gubkalari yorilgan. Buni remont qilsa ham bo'ladi. Akamiz yangi olib kelibdilar. Mayli, yangini qo'yib beramiz, o'zlari shuni xohladilar. Buning uchun birinchi navbatda mana shu spinkani tagida mana shu chuqolni plastmassalari bo'ladi, bir-birini ushlab o'tirgan. O'shani tagini yechib olamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz mana bu yangi gubkada eskisi ham xuddi shunday, mana shu yangi gubkani mana bunga o'xshagan mana zavod qo'yadigan simchalar bo'ladi. Mana shu teshiklarga har biriga 4 ta spinkaga 4 ta joyiga ilingan 3 ta mana bu joylarda bo'ladi. Shularni ambercha yordamida mana shunaqa skobalar bo'ladi. Ochib olamiz. Video davomida ko'rsatib o'tamiz. Videoga faqat diqqat qilinglar. Qad bilan ko'rilsa, mana hammasini o'zingiz uy sharoitidan qilsa bo'ladi. Faqat ochish uchun instrumentlar kerak bo'ladi. Mana shuni sal gubkalarni ko'taramiz. Mana aytganimizdek, mana bu yerda simchalar bo'ladi. Buni nima qilamiz? Mana shu ambercha yordamida, oddiy ambercha yordamida mana shu skobalarni ochib chiqamiz. Mana shu ko'rib turgan skobalaringiz hammasi mana shunaqa narsa bo'ladi. Bitta bu yoqdan ochib chiqamiz. Yana ozgina ko'taramiz. Ko'rib turibsizlar, bu gubkalarning ahvoli, mana temirlari yorib chiqqan. Buni sababi faqat gavdali odamlar, vesi katta odamlar mana shu holga keltiradi. Sababi ves katta bo'lgandan keyin bu gubkalari chidamaydi. Sababi gubkaning o'zi ham birinchi navbatda juda ham yumshoq. Avvalgilarga nisbatan hozirgi narsalarning kachествоsi juda ham past. Mana buni yechib olamiz. Ko'ryapsizlar, mana tepaga qarab kelaveradi chuqolni. Ochib olamiz. Mana bu ham bo'ldi. Yana bor. Mana bu 4 tasi ochilgandan keyin mana bu yerda 3 tasi bo'ladi. Buni ham ochib olamiz. Mana. Gubkamizning oldin qismi bo'ldi. Buni skobalari orqaga ham bor. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Sollarni mana shunday yechib olasizlar. Zenamizni ko'rsatamiz. Orqaga qeriga bor skobasi. Mana shu yoqda 3 dona bor. Buni ham yechib olamiz. Qaytib mana shu skobalarni o'zini qo'ysa ham bo'ladi. Endi bizada bularning yangisi bor. Ikkita ambercha yordamida mana shu eskilarni ham qo'yib bo'lsa bo'ladi. Bitta prujnasi ham mana chiqib ketgan ekan. Buni ham joyiga tiqib olamiz. Gubkamizni olish uchun mana shu yoqdan qo'lni tiqamiz. Mana shu podgalonnikdagi plastmassasini qisib tepaga qarab tortish kerak. Faqat ichkaridan ozgina yordam berish kerak. Sababi ichkari qismiga mana shu temirga ilingan joyi bor.
O'shani qo'l bilan tagidan qisish kerak, u tepaga qarab chiqadi. Mana. Mana bu usta sobir. Ochiga ko'rsatam, navgasi. Mana buni chiqarib oldik. Ikkalasi ham bitdi. O'shada qo'yamiz, gubkamizni olib tashlaymiz. Gubkamiz mana shunday temirga kiydirilgan bo'ladi. Mana bu gubkamiz. Mana bu sizinana ahvoli, karkas. Ujinalarini ko'ramiz, joyiga tiqib olamiz chiqqanlarini. Hammasi joyida. Yangi gubkamizni bunga adevas qilamiz. Xo'sh, mana bu chiqolimiz. Mana bu orqa. Oldingi tepa qismi, bular orqalari. Gubkamizni qo'yib olishga mana shu holatiga sekin-sekin kiygizib olamiz. Bitta yotqizsak o'zimizga qulayroq bo'ladi. Haylarni bitta bo'lamiz. Mana qilib baribir bular lekin radnoyda emas. Endi baribir radnoy narsa. Bularga nisbatan sal yaxshiroq bo'ladi. Bular bir sexda quyiladigan narsalar. Buni bo'ldi. Xo'sh, nima qilamiz endi? Chiqolni qo'yib olamiz. Mana bu polgalonli plastmasalari chiqolning ustidan kiygiziladi. Shoshilmaymiz. Birinchi navbatda mana shu chiqollarni qaytib zavodga holatiga kiydirib olamiz. Chiqolni kiygizishga mana shunday e'tiborlik bilan kiygizib olamiz. Birinchi navbatda mana shu orqani uchtasini bizada tayyorlari bor, indirib olamiz. Mana bu skobalari mana shu holatiga mana joyi bor, zavodskoy sim gubkaga bo'ladi. Mana shu yerda qisib olamiz. Osongina. Ko'rinishdan to'g'ri oson ishga o'xshaydi-yu, lekin hamma ishni ham mashaqqati bo'ladi. Endi bizning qo'limiz o'rganib ketgan. Bu sharoitda ozgina qiynalishlaringiz mumkin. Mana bo'ldi, 3 ta skobalarni o'tkazib oldik. Endi oldin qismiga kelamiz. Birinchi navbatda shu o'rtadagi 3 talik joyi bor, o'sha joylarga tiqib olamiz. Hozir buni ham ko'rsatib o'tamiz. Eski simchalarni olib tashlaymiz, skobalarini. Bizga kerak emas ular. Yangisini qo'yib olamiz. Tushunarli bo'lishi uchun mana bunday qilib o'tkazib olamiz. Sizlarga ham ko'rinadi. Mana shundan 3 ta o'zini zavodskoy metkalari bor. Mana shu yerda o'tkazib olamiz. Mana birinchisi, ikkinchisi,
ikisi. Mana uchtasi mana shu simlarga o'tkazib oldik. Qolganlarini ham xuddi mana shunday sekin-sekin mana shu holatiga kiygizib, simchalarni o'tkazib chiqamiz. Faqat eskilarni olib tashlaymiz. Bizada u uchun amburimiz kerak edi. Mana shunisi. Eskilarni olib tashlaymiz. Simlarimizni o'tkazib olgandan keyin mana shu zavodga chiqoldi. Mana bu ikkita quloqchalar bo'ladi. Bu faqat bakoyini yopish uchun. Mana buni pastga qarab yuboramiz. Orqaga qarab. To'xtamiz. Turganlaringizda. Mana buni tiksak ham bo'lardi. Endi unisi kerak emas edilar, bilmadim. Xullas o'tkazib olganimizdan keyin chiqolimizni ko'rsatamiz. Mana bu kiradigan qismi, mana ikkita plastmassa bo'ladi. Mana bu tagiga ham bor. Bir-biriga kiyadi bu narsa. Mana bu quloqchalari esa mana shu bakoyiga qarab tortib qo'yish kerak. Buni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu o'zini zavodskoyi. Sababi mana shu bakoyidan keladi. Mana bu yo'qlarni yopib qo'yish uchun. Mana turadi. Ichkari qismiga qisib ikki tomondan shunday qilib olasizlar. Ko'rinmaydi. Yonlari ochilib qolmaydi. Bakoyi ozgina qattiqroq bir-biriga kelish uchun ozgina kuch berish kerak. Tiqib oldik taglarini. Mana shu holatga bo'ladi. Hammasi zavodga holatiga. Zenamizning gubkasi almashdi. O'tirganlaringizdek. Bitta eslatma, mana buni qo'yish uchun podgalonlik plastmassalari. Mana shu narsasi eslaringizdan chiqmasin. Bittasi mana shu palajenlik bo'ladi, bittasi gluxoy. Bu faqat mana shu passajir tomonda turadi, eslaringizdan chiqmasin. Ikki knopkasi ham bakoyiga bo'ladi. Shunday qilib olamiz. Bunisi mana shunday. Ko'rib turganlaringizdek, ishimiz bitdi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Bemalol uy sharoitida o'zlari qilib olsangizlar bo'ladi.